Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana xudo xolasa ko'tarish jarayonlarini ham ko'tarib bo'ldik. Shipirga yog'och rekalarni tortishni boshladik xudo xolasa. Mana 7 metrlik joyimiz mana. Boya zakotopka qilgan joyimiz. Xonadonlarga shunaqa kimgaki bir skatli naveslar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Telefon nomerimizni qoldiramiz. Telefon nomerimiz 97lik 978 25 00. Mana xudo xolasa Shipirga bu yoq 10 metrlik joyimiz. Mana Shipirga rekalarni tortish boshladik. Loy bosaman deyapti uyda egasi. Shuning uchun 3 yer, 4 yeridan rekalarni berib qatiryapmiz. Mana 1 2 3 4. Işte bu loy bosayotganda xalaqit qilmaslik uchun rekalikni vaqtinchalik to'xtatib turibmiz. Loy bosib olgandan keyin rekasini tortib beramiz, to'liq bir yo'l shipirni qatirib beramiz. Mana bu yoqqa darvozaxonasiga arka bo'ladi. U burchakdan bu burchagimda arkali bo'ladi. Oysimon, yarim oysimon. Bu yoq tunuka bo'ladi. Magazinda oldi. Xudo xolasa mana chiroyli qilib bitkizyapmiz. Ustun qori hamma yoq bilan bitib qoldi. Xudo xolasa mana tepa ko'rinish jarayoni rekalarga tayyor. Yog'och rekalarimizni tortamiz. Mana xudo xolasa mana bitib qoldi. Mana o'sha yog'och rekalarimizni tortyapmiz. Yog'och rekalarni tortib, chiroyli qilib qatiryapmiz mana. Bu yerimiz loy bosadi. Ponni loy bosiladi. 10 metrligayu 7 metrliga loy bosiladi mana. Chiroyli qilib loylar bosilib bo'lgandan keyin qolgan rekalarni tortib, bu yoqlar bu tomondan ko'rinishi. Va boya aytganimdek darvozaxonaga o'zi orqasini telashyapti. Arka simonli bo'lib yopiladi bu yoq. Xudo xolasa u yoqlarni videoga olib qo'yaman. Ko'rinishlari. O, ketdi mana.